7-chi nasiba. Inson o'zi ham muazzib bo'lish kerak. Bu g'alati eshitilar kimlargadir, ya'ni azob beruvchi bo'lish. Biz haq muazzib bo'lishlikni aytyapmiz. Mana Alloh azza va jalla haq muazzib-ku. Adolatlik muazzib, zolim muazzib emas. Mo'min odam ana shunaqangi haq, adolatlik muazzib bo'lish kerak, zolim muazzib emas. Mana aytdik, yuazibhumulloh biaydikum. Ularni sizlarning qo'lingizlar bilan Alloh azoblaydi dedi. Demak, mana shunda mo'minlar muazzib bo'ladi, kofirga jang qilar ekan. O'roniyinlar degan bir odamlar bor edi. Kelib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldilariga kasal hollarda Rasulullohdan yordam so'rashgan, mo'minmiz deyishgan. Rasululloh ularga yordam berganlar, tuyalarni oldiga jo'natganlar. Ular bo'lsa tuzalib, cho'ponni o'ldirib, Rasulullohning Baytul Molda tuyalarni o'g'irlab qochishgan. Ana shunda Rasululloh ularda azob berishlarini qarang, olib keltirib, ushlab, qo'l-oyoqlarini kesib, ko'zlariga qizdirilgan mix qoqib, suv bermasdan Madinaning toshlarini ustiga tashlab qo'yishgan. Suvsizlikdan tuproqlarni yalab o'lgan ular. Qaraqangi azob bu, qarang. Kim berdi mana shu azobni? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam berganlar. Bugun mana shu saroy mullalar kasridan shunaqangi bir avlod vujudga keldiki, payg'ambarimiz hech kimsani o'ldirmaganmishlar. Payg'ambarimiz odam o'ldirmagan ekanlar ham. Mana buni kim o'ldiryapti? Shunaqa qilib yana kim o'ldiryapti buni qarang. Payg'ambarimiz o'ldiryaptilar. Endi bundan yomoni, bunda ham bir kasri qarang, bu o'tmishgagina tegmayapti, bu avlodning kasri, kelajagiga ham tegyapti. Qanday desang, qiyomatdan avval bilamizki, qiyomat alomatlarida Mahdi zikri kelgan, u kofirlarga jang qilish kelgan. Odamlarni o'ldiradi kofirlarda deyilgan, munofiqlarda ham ta'zirini beradi, o'ldiradi qanchasini Alloh alam. Ana shunday desang, mana shunaqangi saroy mullaning sutiga katta bo'lganlar chiqib aytayaptiki, Mahdi odam o'ldirmaydi ekan. Bu nima bo'ladi unda? Kuf, suf deb hammani u yoqdan bu yoqqa uchirib yuboradimi? Qanday qilib odamlarni sehrlab qo'yadimi hidoyatlab? Qanday qilib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga berilmagan narsa unga beriladi? Mana bu odamlar bilingki, ertaga Mahdi chiqsa unga kofir bo'ladi. Chunki ular aqidasida Mahdi odam o'ldirmaydi degan tushuncha bor. Ertaga ko'radiki, o'ldiryapti, bo'lmas deydi. Dajjolga ergashadiki, lekin Mahdiga ergashmaydi keyin. Ana shuning uchun ham bu saroy mullalari kasrini aytayapmiz bular. O'tmishga teganidek, ya'ni tarixni buzganidek, kelajakda ham buzadi bular. Odamlarni o'tmishida qanday g'ofillashtirgan bo'lsa, kelajakdagi haqiqatlardan ham g'ofillashtiradi bular. Ana shunday bo'lmasligi uchun bu haqiqatlarni odamlarga tushuntirish kerak. Muazziblik Allohning sifati. Ya'ni zolimga muazzib bo'lish, haddini bilmaganga popugini pasaytirib qo'yish. Allohning sifati bu. Bandaga nimaga bu noloyiq bo'ladi? Bandaga ham o'ziga xos ko'rinishda bu Allohning bu sifatidan aytyapmiz-ki, har bir sifatdan qisman bandaga loyiq ko'rinishda nasibasi bor bandaning. Mana qara, Qur'onda Zulqarnayn degan odam zikr qilingan. Solih podshoh bo'lgan. Alloh maqtagan ana shuni. Odam o'ldirmaganmi? Hammani kufr qilib sehrlab qo'yib hidoyatlaganmi? Nima qilgan? Nimasini maqtagan Allohni? Zulqarnaynga Alloh aytgan, qarang. Qulna ya Zulqarnayn imma an tu'azib va imma an tattakhidha fihim husna. Ey Zulqarnayn, mana bu zolim odamlarning ishi senga havola degan. Xohla bularni azobla, xohla yaxshilikcha yo'l tut degan. Alloh ijozat beryapti Zulqarnaynga, qarang. U nima qildi? Qala amma man zalam fasawfa nu'azibuhu. Summa yuraddu ila rabbih fayu'adibuhu azaban nukra. Wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Ammo kim zolim bo'lgan bo'lsa, hali endi biz uni azoblaymiz. So'ngra Robbisiga jo'natiladi, Robbisi undan battar azob qiladi unga. Ammo kim iymon keltirib solih amal qilgan bo'lsa, unga yengil gaplar gapiramiz. Unga yaxshi mukofot bor va biz ham dunyoda yaxshi gapiramiz degan. Ko'ryapsizmi? Alloh o'zi bersin jazosini. Ha, Alloh bor-ku, bizga nima demayapti Zulqarnayn. Biz azoblaymiz, keyin nariyoqqa jo'natib yuboramiz Alloh huzuriga. U yoqda haqiqiy azobini ko'radi. Alloh o'zi azob bersin ekan deb qarab o'tiravermaymiz, azob beramiz dunyoda biz ham. Shuni bilginki, azob bermasang azob berilasan. Bugun musulmonlarga azob berishyaptimi dunyoning har bir burchagida? Seni o'zingga ham, sen o'sha tarafdan olib o'tirgan hukumatlaring azob beryaptimi? Tan olaver. Azob beryapti-ku senga ham, qiynab tashladik o'zingni ham. Bilib o'tiribsan-ku o'zing ham. Qancha tomondan, iqtisodiy tomondan ham qiynab tashladi. Tekshirib qiynab tashladi, joningga teggan-ku o'zingni ham. Chinga qo'yib o'tiribsan. Mana shuni aytayapmiz. Nima uchun shundaysan? Chunki sen azob bermayapsan. Azob bermaganga azob beriladi. Bu dunyo qonuniyati shunaqa. Shuning uchun ham kofirlarga azobi muhim deyilgan. Azobi muhim, xor qiluvchi azob. Nimaga? Chunki ularga xor qiluvchi azob berilmasa, mu'minlarga xor qilib azob beradi ular. Mana bugun tasdiqini buni yashab ko'rib turibmiz.
Tarixdan ham, bugun ham ko'rishing mumkin. Agar sen kofirlarni xor qilib azob bermasang, ular seni xor qilib azob beradi. Shuning uchun ham islomiy xilofatlar, amirliklar davrida eng og'ir ishlarga kofirlarni ishlatishgan. Bugun mana musulmonlar qilayotgan og'ir ishlar bor-ku. Qurilish deysizmi, boshqami? Kofirlar hammasi kaskani kiyib olib, qo'lida qalam, qog'oz bilan faqat yozib chizib yuradi. Aslida mana shu aksi bo'ladi. Eng og'ir ishni kofirga qildiriladi. Chunki bularni xorlab turmasa, bular musulmonlarni xorlaydi. Mana shuning uchun ham Sulaymon alayhisalomni qarang. Jinlarni xor qilib ishlatganlar. Aslida ular mehnatiga muhtoj ham bo'lmaganlar. Lekin ulardan shunday xorlamasa, ular bor musulmonlarni xorlaydi. Dalil Sulaymon alayhisalom jinlarni xor qilib ishlatganliklariga. Alloh aytgan: "Falamma qadayna alayhil maut ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kul min sa'atihi. Falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamuna al-g'ayb ma labithu fil azabil muhin." Biz Sulaymonga o'limni bitganimizda, ya'ni jonini olganda Sulaymon alayhisalomni. U jinlarga Sulaymonning o'lganini bir yer qurti bildirdi. Ya'ni jinlar o'yladiki, Sulaymon alayhisalom tomosha qilib, ularning ustida ko'z-quloq bo'lib turibdilar deb o'ylab, eshakdek xor bo'lib ishlayvergan jinlar. Holbuki o'lib bo'lganlar Sulaymon alayhisalom. Lekin jisatlari turibdi. Hassaga suyanib jonlari chiqqan. Keyin hassaga haligi yer qurti tushdi. Yoki o'sha yog'och qurti. Alloh mana shuni aytayapti. U qurt uni yedi. Asa singach Sulaymon alayhisalom yiqilib ketdilar. Jinlar ana shunda bildiki, g'aybni bilganimiz dedi. Bu xor qiluvchi azobda turmagan bo'lardik degan. Ya'ni agar biz g'aybni bilganimizda Sulaymon o'lganini bilgan bo'lardik. Sulaymonni o'lganini bilganimizda shuncha yil o'lik bizga qarab o'tiribdi deb xor bo'lib mayda ishlab yotmagan bo'lardik deyishgan. Xo'jayin qarab o'tiribdi deb ishlaganda ular xor bo'lib. Endi bizga hozir mavzumiz tegishli joyini aytayapman. Nima uchun mana shu Sulaymon alayhisalom o'sha jinlarni azobul muhinda ishlatganlar mana qarang. Chunki aytayapmiz, bularga qo'yib bersang borib musulmonlarni fitnalaydi ular. Ana shuning uchun bularni o'zi bilan o'zini mashg'ul qilib, xor qiluvchi azobda ishlatganlar. Bugun musulmon odam mana shunaqa kofirning zulmidan, fitnasidan hamma joyda bezorlik qo'ymaydi, hech qayerda tinch qo'ymaydi. Internet orqali qancha fasod tiqishyapti qarang mana. Insoniyatni buzishib. Maktab orqali qancha fasod tiqishyapti. Masjid deysizmi? Nima bilan bo'lsa ham odamlarni buzishyapti. Shuni yo'q bo'lishini istaysizmi? Azobul muhinda turish kerak bu kofir munofiq zoti. Burni yerga ishqalanib, ana shu eshakdek ishlatish kerak bularni. Ana shunda musulmon odam bularning kasridan qutuladi. Aks holda ular sizni qo'ymaydi. Sizdan shunaqangi azobul muhinda ishlatadi. Nima uchun xalqlar, podshohlar ya'ni xalqlar qancha shikoyat qilsa ham xalqini qashshoq qilib turadi. Mana hozir odamlar qashshoqlikdan shikoyat qiladi. Arab davlatlarida ham shu ahvol qarang. Musulmon arab davlatlarida. Uncha-munchasida illo ikkita beshta Dubay boshqa misol qilishingiz mumkin. Boshqalarni aytayapman, Afrikadagi arab davlatlari qarang, qashshoq holat. Iroq, Suriya, Falastin va hokazo. Va boshqa ajam davlatlaridagi musulmon xalqlarda ham qashshoqlikni ko'rasiz. O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, Qozog'iston va hokazo. Qashshoqlik bor. Shularda podshohlar bilmaydi deb o'ylaysizmi? Xalq shunaqangi qashshoqligini. Va xalq shu qashshoqlikdan noroziligini bilmaydi deysizmi? Ular ham shu xalqning ichidan chiqqan, Marsdan kelmagan biladi ular ham. Lekin ularga buyruq bor. Ular o'zi ham shu buyruqni qilishni istaydi. Xalqlarda atiq qashshoq ushlab turish kerak. Azobul muhinda turish kerak xalqlar. Nimaga desa itoat qiladi ana shunda. Ular chizgan chiziqdan chiqmaydi. Ko'ryapsizmi, qonun qanaqa dunyoda? Azobul muhinda raqibingni ushlab turmasang, ustida azobul muhinga soladi. Biladi ular shuni. Ana shuning uchun xor qiluvchi azobda ushlab turadi xalqlarni. Chunki agar kuchayib ketsa, xalqlar bularni xor qiladi. Ana shuning uchun tanla. Islomni odam bildirish yo'q, deb qichqirib yuraversang, yuraver xor qiluvchi azobning ichida. Endi dunyoda xor bo'lib o'tib, oxiratda izzat ko'rsang ham mayli edi-da, yo'q. Seni ular oxiratingni ham xor qiladi, diningga amal qilgani qo'ymay. Shuning uchun ham mana Sulaymon alayhisalomni qarang. Bir kun hut qushini izlaganlar. Qani u nimaga men uni ko'rmayapman? Keyin shunda aytganlarki, "La u'adibannahu azaban shadidan aw la azbahanna." Men buni qattiq azoblayman yoki so'yib yuboraman deganlar. Qarang, ha bitta qushga shuncha qilinadi deyishingiz mumkin. Qush bechara o'sha yerda. Ketadi kim qayerlarga? Ya'ni bekor yurmagan o'zi bu. Borib bir ma'lumot to'plab yurgan bo'lgan. Lekin inson ana shunaqa qilib turmasa, odamlarni ya'ni bu qattiq azob bilan tahdid qilib so'yib yuboraman deb turmasa bo'lmas ekan. Mana payg'ambar aytayapti, qarang, bitta qushni so'yib yuboraman deyapti. Ha qushda u deyishingiz mumkin. Ha masala shunda-da, bitta qushni so'yib yuboryapti, unda nima ham zarari tegan?
Ammo odamlarni ko'rmayapsanmi, qancha zarar tegyapti odamzodga, tabiatga. O'shani so'yib yuborib bo'lmaydimi endi? Bichara bir zarar tegmagan qushni ham so'yib yuboraman itoat qilmagani uchun deyaptilar. Ha bu zarar ko'rganlarni so'yib bo'lmaydimi endi?